Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Biz bugün Tenkihul Usul dersimizin 9. dersiga keldik. Biz bundan ilgili derslerde Musannif rahimahullah'ın bu kitabını Kur'an degan ruknini ikki bobga bo'lganligini. İki bobning birincisi Kur'an'ın ma'nini ifodalash haqida, ikkinchi bob bo'lsa Kur'an'ın shar'iy hukmini ifodalash haqida so'zlaganligini so'zlab o'tgan. Undan keyin birinchi bobni Musannif rahimahulloh 4 taqsimga bo'lgan edi. Birinchi taqsimni Qur'oni Karimning lafzining Qur'oni Karimning ma'nosiga qo'yilishi, tayinlanishi. İkinci babı Qur'oni Karimning lafzining shu ma'noga ishlatilishi. Üçüncü taqsim bo'lsa Qur'oni Karimning lafzidan shu ma'noning oshkor bo'lishi yoki maxfiy bo'lishi, shuning darajalari. To'rtinchi taqsim bo'lsa Qur'oni Karimning lafzining Qur'oni Karimning ma'nosiga qanday dalolat qilishi deb 4 taqsimga bo'lgan edi Musannif rahimahulloh. 4 taqsimning birinchi taqsimini bizga so'zlab, birinchi taqsimning yani Qur'oni Karimning lafzining ma'nosiga qo'yilishi, shu ma'no uchun tayinlanishi degan bobda bizga 4 xil faslni bayon qilgan. Birinchisi xos, ikkinchisi am, uchinchisi mushtarak, to'rtinchisi muavval deb. Bizga xosning hukmini bayon qilgan edi. Undan keyin amning hukmini umumiy shaklda bayon qilgan edi. Bizga xosning hukmini xos degan qat'an hukmni vojib qiladi. Dalili qat'iy bilan, ya'ni xosning farz hukm chiqadi masalan. Buni xosning hukmiga dalolat qilish qat'iy keskin, uning hech qanday bir chek shubha ehtimollik yo'q. Boshqa ehtimollik yo'q darajada uch dalolat qiladi deb so'zlagan edi. Uning keyindan amning hukmini, umumiy hukmini bayon qilib, amning umumiy shaklini bilib aytganda, ammo qat'iy shaklda hukmga dalolat qiladi, ya'ni farz hukmni amdimi farz hukmi og'il bo'ladi va uninki butunlay afrodlarini, butunlay o'zining bo'laklarini hammani o'z ichiga oladi deb bizga uninki tafsilotini aniq bayon qilgan edi. Endi bugungi darsimizda bo'lsa Musannif rahimahulloh amniki yeni bir xil shaklini, am bir qancha xil shaklga bo'lgan ayt keng bir mazmun am degan, chunki am degan bir muncha afrodlarni, bir muncha bo'laklarini o'z ichiga olgan, bir muncha hukmni o'z ichiga olgan, nayt cho'ng bir doira bo'lganlik uchun bu amda bir az uzunroq to'xtaladi Musannif rahimahulloh. Endi bugun bizga so'zlamoqchi bo'lganim Musannif rahimahullohning am ilgili darsda amning hukmi hamma afrodlarni o'z ichiga oladi, qat'iy hukmni bizga ifodalab beradi deb bizga amniki nimalarni tafsili so'zlab o'tgan edi bunun ilgili darsda. Bugunchi deganda amning ichida yana bir xil amlar bor. Bu amlar o'ziniki hamma doirasini o'z ichiga olmasdan, balki bir qism doirani o'z ichiga oladi, bir qism doirani chiqarib o'tadi degan bobda bu tuvandagi tafsilotlarni so'zlab o'tadi. Musannif rahimahulloh deydi: Faslun qasrul ammi ala ba'di ma yatanawaluhu la yakhlu min an yakuna bi ghayri mustaqil ve huwa al-istithna'u veş-şartu ve's-sifatu vel-gâyeh. Musannif rahimahulloh deydi: bu fasl, bu bölüm Kasrul ammi ala ba'di ma yatanawaluhu. Yani öz amni, yani bir xil amba öz ichiga olgan narsalarning, yani öz doirasiga olgan narsalarning bir qismini nima o'ziga xoslaydigan, bir qismini xoslaydigan degan, bir qismini öz ichiga oladigan, bir qismini chiqarib o'tadigan bir amba. Shu am haqida so'zlab o'tadigan bir bo'lim demakchi. Deb bilib Musannif rahimahulloh deydi: "Anunda qilish, ya'ni amni öz ichiga oladigan doiralarning, öz ichiga oladigan doiralarning bir qismini nima qilish? Xoslab, bir qismini xoslab öz ichiga oldirish, amninki doirasiga akilish, bir qismini chiqarib o'tish degan la yakhlu min an yakuna bi ghayri mustaqil. Ya'ni
g'ayri mustaqil bo'lgan bir qasir, ya'ni xaslug'uchi, o'ngchilug'uchi bo'lishdan xoli bo'lmaydi. Endi g'ayri mustaqil degan mustaqil emas, mustaqil emas degan gap, ya'ni o'z oldiga bir bizga hukmni ifodalab bermaydigan. O'z oldiga bir hukmni ifodalayotgan, balki bu shu nimaga om labziga tayinib turib, undan keyin hukm ifodalayotgan xaslug'uchini, o'ngchilug'uchini nima deb ataydi? G'ayri mustaqil deb ataydi. Buni misolini bizga deb bertamdi. Va huwa, bunda g'ayri mustaqil bo'lgan o'ngchilug'uchi bo'lsa nima? Al istisna'u, ya'ni istisnodir. Va shartu va sharttur. Va sifatu sifa va g'oyattur. Ham istisnodagi g'ayri mustaqil bo'lgan o'ngchilug'uchining misoli masalan, men bunda desam, qamal qavmu illa Zaydan desam. Kishilar hammasi qopdi. Faqat Zayd qopmaydi desam, mishadiki illa Zaydan degan illa istisna. Zaydan mustasna, qamal qavmu mustasna minhu. Endi mishadiki istisna nima biz qamal qavmu degan gap aslida kishilar qopdi desak, bir so'rindiki, shu so'rindagi kishilarning hammasini qopqanligini bildirdi. Nima bilan? Omning hukmi bilan. Omning umumiylik hukmi bilan shu so'rindagi kishilarning hammasini qopqanligini bildirdi. Illa Zaydan deb qo'ysam, faqat Zayd qopmadi desam, shu biz Zayd qopmadi degan gapdan mushu gap orqali biz shu qavm degan asli Zaydning qavmining ichida edi. Zaydmi shu so'rindagi kishilarga tava edi. Biroq Zaydning qopmaganligini bildirishlar men om degan qavmu degan doir, omning doirasidan Zaydni chiqarib oldim. Zaydni nima o'ngchilab oldim. Zaydning qopmaganligini nima qildim? O'ngchilab chiqarib oldim. Zaydni xos qilib Zayd qopmadi deb. Lekin nemishqa bu g'ayri mustaqil deb atadi desanglar, masalan men qamal qavmi illa Zaydan degan jumlada illa Zaydan deb qo'ysam, qamal qavmi degan jumlani bayon qilmay illa Zaydan deb faqat Zayd deb qo'ysam, bu joy ma'ni chiqmaydi bundan. Bir hukm ya foyda chiqmaydi. Faqatlam qamal qavmi illa Zaydan degan chiqimda undan keyin Zayd qopmabdi degan ma'nida qavm kishilarimiz qopmabdi, Zayd qanam qopmabdi degan gapni ondan tushunarli. Shu sababdan buni g'ayri mustaqil deydi. O'z ostida mustaqil ma'ni ifodalanmaydi. O'z oldiga mustaqil ma'ni ifodalanmaganligi uchun bu nima? Ana shuni tanib ifodalaganlik uchun chuqum bu istisnoning kelishida bir sabab bor. Yana bu so'zni deguvchi chuqum bu omni degan vaqtida shu nimani mush istisnoni bundan chiqarib berishni nima qilgan? Illa Zaydan, Zaydni masalan kishilarning qopqanligi, Zaydni qopmaganligini chiqarib berishni maqsad qilgan. Shunga bu 100% boshqalarning qopqanligini va Zaydning qopmaganligini bildirdi. Va shart deb qo'ydi. Shart degani nima? Shart degan masalan anti taliqun in dakhaltid dar desa masalan. Bir odam ayolga anti taliqun in dakhaltid dar. Sen mushu hoyloga kirib qolsang, sen taloq debdi ayolga bir odam. Mana bu mazmunda qanday o'tadsa, sen mushu hoyloga kirib qolsang, sen taloq deb qo'ysa, bu shu ayol shu hoyloga kiymigicha, u taloq olmaydi. Endi bu yerda qandalab omni bu yerda o'ngchilab qo'ydi desa, ma shaklda shartda o'ngchilab qo'ygani, masalan, anti taloqin degan bo'lsa, işte bu yerda. Sen taloq degan bo'lsa, u ayol har qanday holatda taloq bo'ladi. O ayol hoyloga kiygan holatida bu taloq bo'ladi, hoyildan chiqqan holatida bu taloq bo'ladi, uxlagan holatida bu taloq bo'ladi, qopgan holatida har qanday holatda taloq bo'ladi. Ama shundajıq holatlardan faqatlam bir holatga yig'ib qo'ydi. Taloq tushishini shundajıq holatdan, u holatdan bu holatdan qilib sen hoyloga kiysan degan bir shart bilan Allah bir holatga yig'ib qo'ydi. Bir holatga qisqartib, bir holatga nima qo'ydi, to'xtatib qo'ydi. Demak, ma'lum nima bo'ldi? Ya'ni omning ko'p doirada chiqayotgan omni bir yerga yig'inchoqlab qo'ydi degan gap. Va sifat deytamdi. Sifat degani sifat orqali omni bir ma'lum bir doirasiga cheklab qo'yish degan. Qanday nusxa desa, sifat degan masalan fil iblis saimati zakah dedik masalan. Ya'ni yaylaqda yaylaydigan tugilarda zakat bordir desak, fiqh hukmi. Bu chaqda nimadan biz bu gap fil iblis saima degan as-saima degan sifa.
ibilning nimasi sifati. Ya'ni tugining sifatini men yaylaqda yaylaydigan tugida zakat bersak, bunda biz nima ma'ni chiqardik? Demak, yaylaqda yaylamaydigan uyda boqqan tugilarda qancha nisab yetgan taqdirdami, buningga zakat kamaydi ekan degan ma'ni chiqdi, shundaymi? Demak, biz bu sifat orqali nimani cheklab qo'ydik? Sifat orqali biz asli tugi degan gap, tugida zakat bor desa, tugi nimaga ekan? Tugi shu nisab yetgan ham zakat bor degan bo'lsak, uyda boqqan tugi bo'lamdi. Uyda bakan tüyü olamdı ya ki nima deb uyda bakan tüyü olsun ya yaylaqda yaylagan tüyü olsun. Hamma tüyüni o'xshashlar. Hamma tüyüde o'xshashlar zakat bor. Hamma tüyüde o'xshashlar zakat bor degan hukm chiqadi. Lekin saima degan gapni qatqandan keyin hamma tüyülikday hamma tüyüni o'lchab atqayadimlikday nimani o'lchab qoldi. Faqatlam nima qilgan? Yaylaqda yaylagan tugini g'ana o'lchib oldi. Qolgan yaylaqda yaylanmagan tugini birini chiqaryapti. Amning doirasida nima chiqib ketdi? Yaylaqda yaylanmagan tugilar chiqib ketdi. Yaylaqda yaylagan tugilar ham qolib qoldi. Mana bu shu sifatning o'zimi amning doirasini cheklab qo'ydi. To'rtinchisi g'oya dedik, g'oya. Biz g'oya desek, masalan, Alloh subhanahu va taolo Qudus Qur'on karimda "Fagsilu wujuhakum va aydiyakum ilal marafiqi" dedi. Sizlar yuzlaringlarni, qo'llaringlarni jeynikinglar bilan qo'shib yuvinglar degan oyatda masalan. Bu yerda ila degan g'oya, ila degan g'oya. Undan keyin mughayya degan qo'ldan tortib, qo'lni uchidan tortib jeynakchi bo'lgan orliq mughayya. Endi asli bu oyat kalima agar kelgan bo'lsa, bu aydi degan qo'l degan gap asli bir am gap. Qo'l degan so'z am uqum. Ya'ni qo'lning mushuni tortib, qo'lning barmoqning uchidan tortib toki mush do'lg'icha, odamning do'lisigacha mushu hammamiz qo'lga hisob. Shu odamning qo'li kesgan desa, yuqori bilakdan, o'qrakdan kesilsa yoki bilakdan ostdan bilakdan kesilib ketsa, o'xshashlar qo'l kesilib ketdi degan hukm menga uydayna. Agar Alloh taolo ila marafiq deb qo'ymagan bo'lsa, u chaqda qo'lni do'lg'icha yutgan gap, do'lg'icha. Odam do'lisi yutgan gap. Bu yerga marafiq degan gap ila degan g'oya, shu qo'l degan, ya'ni am bo'lgan odamning qo'lining barmog'ining uchidan shu do'lisi bu am bo'lgan nimani bir am so'zni, ondan am ismni nima qo'ydi, umumiy ismni nima qo'ydi? Jeynakcha yig'ib tortib gap qo'ydi. Jeynakcha o'ngchilab qo'ydi. Ya'ni bu kim faqatlam jeynakcha buni tubsini chiqaryapti. Amning doirasidan jeynakcha akeldi, jeynakning tubsini chiqaryapti. Mana mushu g'oya orqali bo'lgan. Demak, mushu 4 xil vosita amni hammani o'chiga olgan amni ma'lum bir doirasini o'chiga olgan qilib o'tgan vositalar. Mushu 4. G'ayr mustaqil. Bu har biri 5 tiki, ya'ni jumlaning 5iga tayinib turib, ondan nimani amni nima qo'ydi? Amni ma'lum doiraga yig'ib qo'ydi. Har chuqur birisi tayinib turib, anda o'z oldiga mustaqil holatda qilolmaydi hech qanday ishni. Endi Musannif rahimahulloh biz unda bo'lgandan keyin aw bi mustaqillin va huwa at-takhsis va huwa imma bil kalami aw ghayrih deb bunda deydimdi. Yoki endi amni o'z ichiga oladigan doiralardan bir qismiga xoslab qo'ygan, bir qismi o'ngchilab qo'ygan vosita nimada anda g'ayri mustaqil emas bo'lmay, balki mustaqil bo'ladigan bor. Mustaqil bo'ladigan ishmi bor. U mustaqil bo'lganini deb ataladi, u taxsis deb ataladi. Endi mishadi bir inchki arabcha atalg'uda bir farq bor. Uyg'urchada biz o'xshash ataveramiz. Arabcha atalg'uda am o'z ichiga olgan doiradan ma'lum bir doirani cheklashda g'ayri mustaqil bo'lgan vositalar bilan cheklab uni xoslasa, buni arabchada qasr deb ataladi. Qasr deb ataladi. Agarda am o'z doirasiga olmoqchi bo'lgan bo'laklarning ma'lum bir bo'lagini mustaqil bo'lgan, o'z oldiga mustaqil bo'lgan vositalar bilan o'z ichiga olsa, xoslasa, buni arabcha taxsis deb ataladi. Endi bu ikkisining hukmi o'xshamaydi. Taxsisning hukmi boshqa, qasrning hukmi boshqa. Qasrning hukmi bu
nima qat'iy yo'l bilan taksislaydi. Qasrning hukmi nimada? Qasrning hukmi masalan qamal qavmu illa Zaydan desam, Zayd hammasi qopdi, Zayd qanam qopmadi desam, kishilar hammasi qopdi, Zayd qanam qopmadi desam bu ikki tarafni 100% chiqadi. Masalan, Zaydniki qopmag'ini aniq 100%, boshqa kishilarning hammaning qopmag'ini nima? Boshqa kishilarniki qopg'ini bir aniq 100%. Lekin taksis olganda shu deganda taksisni 5ta biz taksisniki bir nusxasini mansux qildi. Agar taksis bilan agarda xos bilan amni orqada farq bo'lsa, ilgari darsda farq bo'lsa, uniblam kelmasa, u vaqtida mansux qildi deb qo'ydik. Taksisni bunda mansux qilgan bir alayligi bor. Ammo miyadik taksis bo'lsa, u emas. Miyadik taksis bo'lsa, nima bu taksis, atalgan bu taksis tuvanda nima chiqdi? Buning hukmi bunda 100% buning hukmi shubhasiz emas, balki shubha bilan hukm chiqdi ma'noda. Ma'noda buni ifodalaydigan hukmi bunda taksisniki. Bunda mustaqil bo'lgan vosita bilan, mustaqil bo'lgan vosita bilan xoslaydigan omilniki vositaning hukmi nima? Shubhalik hukmni ifodalaydi hamda. Bu hukmni ifodalaydi. Endi biz buni tuvandagidek so'zlab o'tamiz. Aw bi mustaqillin deydi masalan. Yoki omning o'z ichiga oladigan doiralarni bir bo'likiga xoslash mustaqil bo'lgan vosita bilan bo'la, u bo'lsa taksisdir. Taksis deb ataladi. Beshtikini qasr deb atalgan, ma'na taksis deb ataladi. Va huwa imma bil kalam, endi bu taksis, ya'ni mustaqil o'z oldiga bo'lgan vosita bilan xoslaydigan taksis, amni xoslaydigan taksis. Va huwa imma bil kalam degan ya kalam bilan budu. Kalam bilan budu ev gayrih yoki kalamning g'ayri bilan budu. Endi kalamning g'ayri tuvanda so'zlab o'tamiz. Kalam bilan bo'lgan taksis degan qanday taksis? O'z oldiga mustaqil bo'lgan taksis degan gap. Masalan, men bunda desam, masalan, a'ti tullaba tuffahan illa nima? A'ti tullaba tuffahan la tu'ti Zaydan desam. La tu'ti Zaydan. Yani sen talipliga, yani o'quvchilarga olmani bergin. O'quvchiga olmani taqib bergin, faqatlam Zaydga bermagin. Nima? La tu'ti Zaydan Zaydga bermagin. Zaydga bermagin deb la tu'ti Zaydan deb kalam orqali ayrim nima chiqarsam, xoslasam. Degan gap bu yerda nima chiqib mustaqil deydi desam, la tu'ti Zaydan degan gapni men masalan yolg'iz desamma, la tu'ti Zaydan tuppah desam, Zaydga olmani bermang desam, men o'z oldiga bir ma'noni ifodalaydi masalan. O'z oldiga bir ma'noni ifodalaydi. Demak, ilgirkida, g'ayr mustaqilda masalan, a'ti tullaba tuffahan illa Zaydan deb qo'ysam, o'quvchilarga olmani o'quvchilarga taqib bering, faqatlam Zaydga taqib bermang desam, uningda illa Zaydan degan gap cho'qim beshtiki jumlaga bog'lanishliq, beshtiki jumlaga muhtoj bir ma'noni ifodalash uchun. Lekin ma'noda mustaqil ma'noda a'ti tullaba tuffahan la tu'ti Zaydan tuffahan desam, sen o'quvchilarga olmani bergin, Zaydga olmani bermagin desam, orvasamış ki cümleni beshtiki o'quvchilarga olmani bergin degan gapni orvatib, Zaydga olmani bermagin desam, o'z oldiga bir ma'no ifodalaydi. Zaydga olmani bermagin degan gapni ifodalaydi. Demak buning darajasi beshtikidan nima qilgan bir daraja to'g'rilab qo'yishning sababi nima? Mau kalam bilan bo'lgan o'z oldiga mustaqil bo'lgan taksis sal shubha hukmni ifodalab qo'ydi. Ya'ni nima qanday shubha desanglar, masalan, men o'quvchilarga olmani taqib bergin, Zaydga olmani bermagin desam, ma jumlaning yangi jumla bo'lish ehtimolligi bor. Yangi jumla degan gap Zaydga olmani bermagin degan gap bu bilak gap. O'quvchilarning birini bergin, Zayd va bilak adam ma'noga olmani bermagin degan gap chiqib qolishi ehtimolligi bor. Yeni bir ehtimolligi shu desa, o'quvchilarning birini bergin, shu o'quvchining ichidagi Zayd degan bolaga bermagin degan ma'ni budush ehtimolligi bor. Shu ikki ehtimol qilib qolganlik uchun bundan keskin dalil chiqmay, ehtimolli dalil chiqitgan. Anda o'g'anda nima foyda bo'lsa deganda, beshta so'z aytganday, xabar ahad mis Qur'oni Karimning muloqotimi shu anda oyatlar masalan, xabar ahad, andan xabar ahad yoki masalan xabar ahad va yoki
qiyos gap qilib qolsa, bu xoslashyapti, amla xoslashyapti degan hukm chiqdi o'sha chaqda. Mana farqi shu. Endi musannif rahimahulloh bu yerda dediki, Ev gayrihi deb qo'ydi, ha? Yoki kalamning g'ayri bilan bo'ladi dedi. Endi kalamning g'ayrini ushlab turdi. Va huwa, ya'ni u kalamning g'ayri bilan bo'lgan taxsis, o'z oldiga mustaqil bo'lgan taxsis bo'lsa, immal aqlu nahu khaliqu kulli shay yu'lamu daruratan anna Allah ta'ala maxsusun minhu dedi. Ya'ni endi u kalamning g'ayri bilan bo'lgan taxsis, kalamning g'ayri bilan bo'lgan mustaqil taxsis bo'lsa, ya aql bo'ladi, ya aql. Ya'ni kalam bilan bo'lmaydi, aql bilan bo'lgan taxsis. Aql bilan bo'lgan taxsis. Aql bilan bo'lgan taxsis degan qanday taxsis desa, masalan Qur'oni Karimda Allohu xoliqu kulli shay dedi Alloh taolo. Alloh har shayni yaratquchidir dedi nima? Endi har shay degan gap yana bir oyatda qul ayyu shay'in akbar qulillah masalan. Dan yana eng cho'ng narsa qaysi? Qaysi narsa eng cho'ng? Deb qolsa, ya'ni qulillah Allohdan. Allohdan. Andin. Qaysi narsa eng cho'ng deb qolsa Allohdan desa, Alloh taoloni shay deb atadi. Alloh taolami shay. Chunki shay degan gap mavjud degan gap, bor degan gap. Alloh taolo bor. Endi bu yerda Allohu xoliqu kulli shay degan oyatda Alloh har shayni yaratquchidir desak, demak u yerdan biz zurur holda biz aql orqali o'ylablam Alloh taolo o'zini yaratmagan. Alloh taolo o'zini yaratmagan. Alloh taolo boshqalar tarafidan yaratilmagan va Alloh taolo o'zini o'zi yaratmagan. Demak, anda bo'lganda, chunki yaratquchi bo'lish uchun qadim bo'lish kerak, qadim. Ya'ni hammadan ilgari bo'lish kerak. Uning avvalining ibtidosi yo'q bo'lish kerak. Avvalining ibtidosi bo'lmagan. Hammadan ilgari bo'lgan zotga bir kim yaratolmaydi, u hammani yaratdi. Hammani yaratdi. U o'zgarmaydi. Boshqalar yaratilib o'zgardi. Demak, biz aql orqali bilan bilardik. Alloh taolo o'zini yaratmagan degan gapni aql orqali bildik. Mana biz mishadiki Alloh taolamiz shay. Alloh taoloni biz aqlimiz bilan mushu xoliqi kulli shay degan om so'zning doirasidan chiqaryapmiz. Alloh taolo o'zini yaratmagan, o'zining boshqa hamma shayni yaratgan degan. Mushuni biz nima orqali chiqartamiz? Aql orqali chiqartgan, o'z oldiga mustaqil bo'lgan taxsisni qatoriga kelamiz. Ya'ni musannif rahimahulloh deydi, yu'lamu daruratan, ya'ni zur holati bu cho'qim bilinishi kerak. Intayin zur holatda bilinadi. Biz bilmasakmi, bilmaydi deb turasakmi bilinadi Alloh haqiqat. Yu'lamu daruratan annalloha taala maxsusun minhu. Ya'ni mushu xoliq kulli shay degan oyatdan Alloh taolo maxsus. Alloh taolo maxsus degan Alloh taolo chiqarib berilguchidir. Xos, ya'ni Alloh taolo o'zini yaratmoqlik, lekin Alloh taolo hamma maxluqni yaratadilar degan gapni biz zarur shaklda nima qilamiz? Aql orqali chiqaryapmiz. Chunki aql orqali degani ma kalamning o'zida, oyatning labzining o'zida xoliq kulli shayin illa nafsuhu degan, ma illa nafsuhu degan nima yo'q. Bu yerda Alloh yo'q. Yo'qcha, lekin biz aqlimiz orqali o'ylab topamiz. Mana bu shuni ismi taxsis bil aql. Taxsis mustaqil bil aql deb ataladi bu. Endi va taxsisus sabiyyi vel majnuni min xitabat şer'i min hadal qabil deydi Musa İbrahimov. Ya'ni kichik bolalarni, balog'atga to'shmagan kichik narsida bolalarni va majnun degan sarang, aqlsiz, jilliq saranglarni shariatning xitoblaridan taxsis qilib chiqarib olish min hadal qabil. Mana mushu qabilidandir deydi. Mushu qabilidan. Yana bunda deganlikki, masalan, Alloh taolo aqimus solah deb Qur'oni Karimda bugun kelsa, aqimus solah deb namoz o'qinglar deb kelsa, biz shu hamon namoz o'qinglar degan gapni hamma shu mu'min musulmonlar hammaning gadinga farz. Hammaning gadinga farz degan gap chiqamda, lekin kimning gadinga farz emas? Balog'atga to'shmagan narsining gadinga farz emas. Vel majnun degan aqlsiz, aqli yo'q sarangning gadinga namoz farz emas. Demak, bulardan ko'tarib ketgan nemishqa la yukallifullohu nafsan illa wus'aha degan oyatni biz o'ylab teplam, aqli yo'q balog'atga to'shmaganlarga namoz farz emas, shariatning hukmlari farz emas degan gapni mush ikki shaklda biz nima orqali chiqaryapmiz? Aql orqali chiqaryapmiz. Kalimizni ishlatiblam, qo'yada mesela aqimus solata illa as-sabiyya vel majnun deb oyatning o'zida illa as-sabiyya vel majnun degan gap bo'lmasa, bu so'zning o'zida bo'lmasa biz uni zaruratan chiqaryapmiz. Mana bunda chiqarib olishmi mushu qabilidan davatidi musannif rahimahulloh. Endi
Kalam endi bu öz aldığı müstakil olan taksis öz aldığı müstakil olan taksis ya kalam bilan bo'la, ya aql bilan bo'la, yoki his bilan bo'la. Ve immel his ve immel his deydi. Nahu ve utiyet min kulli şeyin sebebe. Mesela ya his bilan bo'la hamdi. His degan gap nima? 5 a'zo. His degan gap 5 a'zo bilan yani. Ko'z bilan anglash, quloq bilan anglash, ko'z bilan ko'rish, burun bilan purash, og'iz bilan tetish, bütün a'zo bilan tuyush, sizish, bilasizmi, sig'liqini degandik. Ayda his orqali bo'la. His orqali chiqayotgan ishim bor. His orqali chiqib olib taksis qilishim bor. Masalan, va utiyat min kulli shay'in sababa. İskender Zulqarnaynga Surat Kahf'da Allah Teala ve utiyat min kulli şeyin sebebe. Onunğa her qanday narsadan, her narsadan onunğa sebep berildi degan, yani vasita. Her narsaga yeta oladigan vasitani, sharoitni Allah Teala onunğa berdi. Onun her narsa berildi desa, masalan bu aqlimiz orqali İskender Zulqarnaynga mayadiki ve utiyat min kulli şeyin sebebe degan gapdan bizni meni bütün narsani bilib tutgan degan gap chiqmay, balki şu zamandaki, şu padişahlık, şu zamandaki, şu vaqtdagi padişahlık en çoğ, en yüz abroyluk, en devlet nüfuzu, kuchli padişahlığı beriladigan, hukukning berilgan gapni shu yerga ham yag'itmiz masalan. Masalan, hamma narsa bilgan davos masalan, aeroplanni uçmabdi ekan masalan, aeroplanni osmonga chiqmabdi ekan İskender Zulqarnayn masalan. Oddiy sajig'ida telefon, isil mashinalik minmabdi ekan masalan. Nimishqa? O narsalar hammasi berilmaglik, o vasitalar berilmaglik, tanklar berilmabdi ekan İskender Zulqarnaynga, tanklar, atom bombasi berilmabdi ekan masalan. O'qiya bilan qilichga urishgan. Nimishqa? Demak, biz bu yerdagi ma'amni va utiyat min kulli shay hamma narsa deganga cho'qim hamma narsa bilish kerak edi. Lekin biz ma'lum zamonga, shu İskender Zulqarnaynning zamonisiga va ma'lum shu padishahlik urf odatlarning padishohniki xos berilgan narsalarga xoslaymiz. Mana bu shumi his bilan bo'lgan nima? His bilan bo'lgan taxsis, o'z oldiga mustaqil taxsis deb ataladi. Va immal ada yoki odat bilan bo'ladi aytamdi. Bu o'z oldiga bo'lgan taxsisni odat orqali taxsis qilamiz masalan. Nahu la ya'kulu ra'san yaqa'u 'ala al-muta'arafi. Masalan, va immal ada nahu la ya'kulu ra'san yaqa'u 'ala al-muta'arafi. Masalan, öz aldığa mustaqil bo'lgan taxsis ya odat bilan taxsis bo'ldi, odat bilan, odat bilan taxsis bo'ldi. Masalan, bir adam qasam ichibdi. Bir adam qasam ichibdi. Masalan, ana la akulu vallahi la akulu ra'san deb qasam ichibdi dedim. Men Alloh bilan qasam, kalli yemeyman deb qasam ichibdi dedim. Endi asli haqiqiy asli qoidani bilish kerak. Ben kalli yemeyman deb qasam ichgan bo'lsa, qo'yning kallasini yemaslik kerak, kalaning kallasini yemaslik kerak, tugining kallasini yemaslik kerak, toshqonning kallasini yemaslik kerak, biliqning kallasini yemaslik kerak, qushqochning kallasini yemaslik kerak. Yugurutgan kallaning birini yemaslik kerak shundaymi? Lekin yaqa'u 'alal muta'arif, ma qasam muta'arif, urfida odatlangan. Shu qavm nimani kalli yemedisi, nimani ko'rsa shu qavmning urf odatida kalli yema degan gapdan qanday kalla ko'zda tutilgan bo'lsa, shuningga yotadi qasam. Undan boshqa narsani yesa bo'laverdi. Masalan, bizniki ishqolimizda, urfimizda, bizning xotellarda kalli yetma desa asosliq nima? Qo'yning kallasi. Qo'yning kallasi ko'zda tutadi. Kalli yeyish degan gap qo'yning kallasi. Ha bularda eng ziyoda hamda boshqa yerlarda kallining kallasi deb qo'yalimi? Kallining kallasini deb qo'yalimi bor. Endi biz yomon jiq urf odatda yeb qo'llangan ikki kallani qata qolsak, nimaning kallasi? Qo'yning kallasi, kallining kallasi. Masalan, bir odam kalli yemay deb qasam ichgan bo'lsa, ya qo'yning kallasi, qo'ylan kallining kallasi ham mana degan gap. Undan boshqa tugining kallasini yemdi, qushqochning kallasini yemdi, toshqonning kallasini yemdi. Uning qasimi hanif bo'lmaydi, ya'ni qasimi buzilmaydi. Uning gaziniga kafarat vojib bo'lmaydi. Boshqa kallani yesa. Mana mushu asli am bir gapni, hamma kallani chiqayotgan am bir gapni nimaga xoslab qo'ydi? Aş faqat tugining yoki qo'yning kallasi qilgan ham urf odat bilan, shu qavmning urf odati shu kunab kelgan nima kalladisi nima deb ko'z tutgan bo'lsa, shuni qilgan ham otiladi. Shu tabiqiga yotqiziladi mavhum. Endi va imma kawnu ba'd al-afrad naqisa fayakunu al-lafz awla bil ba'd al-akhar.
Nahu kullu mamlukin li hurrun la yaqa'u alal mukatab ve yusamma muşekkika. Endi Musannif rahimahullah deydi ki ya ki bu öz aldığı müstakil bo'lgan taksis yani nima bilan bular? Bazı afrodlar yani bazı bo'laklar am degan yani umumiy so'zning ba'zi bo'laklari naqs bo'lib qolganligi bilan ba'zi bo'laklari nima amniki doirasiga to'shashga sharti to'shmagan bo'lib qolganligi sababidanmi xoslashib qolgan. Masalan, fayakunul lafzu awla bil ba'd al akhir. Shuning bilan bu al-lafz yani am degan bu lafz al-lafz degan yani am so'z ya umumiy so'z. Umumiy so'z awla bi ba'd al akhir. Ma mazkur afrod mazkur bo'lak nima shak to'shmagan kam bo'lib qolganligi sababidan yana bir kamil bo'lgan bo'lakni o'z ichiga oladi. Ma naqis bo'lgan shak to'shmagan bo'lakni chiqarib o'tadi. Masalan, kullu mamlukin li hurrun desa bir xo'jayin masalan. Mening qo'l ostimdagi mamluk qullarning hammasi ozod desa mamluk qul. Mamluk qul degan qanday qul? Butunlay qul, hech qanday hamma 100% yadan va raqabatan hammasi shu xo'jayinniki qo'llikda bo'lgan qul. 100% xo'jayinniki qo'lda bo'lgan qulni mamluk qul deb ataydi masalan. Mamluk qulning hammasi ozod deb bir odam tushadigan bo'lsa, bu ozod degan hukm nimaga tushmaydi? Mukatab qulga tushmaydi. Mesela mukatab qul degan qanday qul? Mukatab qul egasi bilan hujjatlashgan. Egasi sen menga 100 ming riyal yoki 100 ming ko'y pul deb akasang, menga bersang, sen ozod desa, bu qul shundan tortib o'z oldiga ishlaydi. O'z oldiga ishlab topgan pulisini yig'ib, qachon 100 ming ko'y pul deb bilan xo'jayini akib bersa, u ozod. Uni topgan pulisi o'zining. U topgan pulisi uni o'zining o'ti. Xo'jayini ololmaydi, faqat xo'jayiniga 100 ming akib bersa, u ozod. Uni o'xshamaydi qani shunda ama lekin mamluk qilcha u ishlasin xo'jayinisining hammamiz xo'jayini bo'ldi. Uni bemochan uniki haqiqiy yo'q. U pul topgan pulisimi? O'zi ishlab topgan bilan hammamiz xo'jayiniga ketdi uniki topgan pulisi. Buni mamluk deb ataydi. Bu demak bunda bir odam qasam ichgan bo'lsa, mukatab qul maqataga kelmaydi. Ozod degan babning doiraning ichiga kirib ketdi. Ozod degan doiraning ichiga kirmaydi. Nima ish qildi bu yerdagi am so'z qolsa desa, bu yerdagi am so'z kullu mamluk. Ya'ni mening hamma mamluk qulim degan am so'z. Lekin bu am so'zning doirasidan mukatab degan qul chiqib ketib qoldi. Nima ishga chiqib ketib qoldi? Bu umumiy ismdan mukatab degan xos ism chiqib qoldi. Nima ish chiqib qoldi? Mukatab degan mukatabniki salohiyati mamlukning salohiyatiga to'shmay qoldi. Yani xo'jayinniki 100% mamluk quli degan babga to'shmay qoldi. Chunki uning bir ozodlik tarafi bor. Topgan bo'lsa o'zining, masalan, uni topgan o'zi o'z oldiga ishlaydi. Uni xo'jayin aylashamaydi huquqqa. Demak, ham u 50% qulkan, u 100% qulkan. Buni degani 100% qulimning bir ozod dedi, demak 50% qul ozod bo'lmaydi degan gap. Bu yerdan nima orqali naqs, ya'ni shu bilak, mukatab degan bilakning masalan 100% to'shmaganlik, 50% bo'lib qolganlik sababidan nimadan chiqib ketib qoldi? Amning doirasidan chiqib ketib qoldi. Amning doirasidan chiqib ketib qoldi. Endi va yusamma mushakkik. Buni mushakkik deb ataladi endi. Yani uniki afrodlari, yani bo'laklari, amning bo'laklari hammasi barobar bo'lmagan, ya ziyodlab qolgan ya kamlab qolgan. Bunda nusxani mushakkik deb ataladi. Endi avzaidan degan nimaga atfoto? Yani shu avzaidan deb qo'ygani 5tiki nimaga naqisan deganga atf. Yani yoki o'z oldiga mustaqil bo'lgan taxsis nima bilan bo'lar? Ba'zi yani amning bo'laklarining ba'ziniki ziyoda bo'lib qolganligi. Ondan naqs olmay, kam bo'lib qolmay ziyoda bo'lib qolganligi sababidan bu taxsis tutqish bor. Masalan, kal fakihati la taqa'u ala al-inabi deydi masalan. Yani masalan kal fakiha bir adam debdi. Mivichva. Bir adam qasam ichibdi. Vallahi la akulul fakiha debdi. Men mivichva yemayman. Men mivichva yemayman. Allohning qasam men mivichva yemayman deb qasam ichgan bo'lsa, bu ichgan qasami
La taqau alal inab degan üzümgə düşməydi. Nimaga düşməydi o desa? Asli fakiha degan gap üzümmi mevcuva, başqa narsami qo'g'in, tavuzma, shaptol, ürüklüm hammasi mevcuva. Lekin nimaga üzümgə düşməydi o desa? Üzüm mevcuva desa, üzüm mevcuva, lekin üzümdə yeni bir üzümdən yeni bir ziyat tarafı var. O ziyat tarafı olsa üzümdən nima? Uzuqluq, yemeklik tarafı var. Bir adam quruq üzüm mesela, quruq üzüm ne? Qanchalik mesela tamoq minasi bo'lmasa, aytgan non, osh, pash minasi bo'lmasa, quruq uzum bilan jon saqlab ketib mesela. Quruq uzum bilan bo'lsa. Mesela xurma desak, xurmadan jon saqlab ketib mesela. Bunun uzuqluq qimmati, yani yemeklik ismi var. Yemeklik deb yeni bir alayidligi var. Shu sababdan bir adam men mevchi deb qasam ishgan bo'lsa, agar üzüm yeb salsa, uning qasimi buzilib ketmaydi, buni kafarat bo'lmaydi, vojib bo'lmaydi gadiniga. Endi Musannif rahimahullah bizga tafsili yani amning umumiy so'zning o'ziniki ba'zi bo'laklariga qartilib qatgan ba'chaqda ba'zi vositalar sababidan mustaqil bo'lgan yoki mustaqil emas bo'lgan mustaqil bo'lmagan sabablardan yani vositalar orqali umumiy so'zlar ba'zi bo'laklariga xoslanib qoldi, ba'zi bo'laklariga o'ngchilinib qoldi. Deb bizga shuniki bir qo'y tushuntirib o'tib bo'lgan, endi bunda olib qolgan amni hukmi qanday? 5tiki am, ya'ni mutlaq am 5tiki hammani o'chiga otgan hech qanday bunga mustaqil bo'lgan yoki mustaqil bo'lmagan vositalar kirmagan am o'ziniki bo'laklarini hammani o'z ichiga 100% otu, keskin otu degan hukmni 5 so'zlab o'tib bo'lgan edi. Endi bugun endi ma'no hukmi nima degan keldik endi. Ma'no hukmi nima? Deganda Musannif rahimahullah deydi: "Fa fi ghayril mustaqilli huwa haqiqatun fil baqi." Yani fa fi ghayril mustaqil. Yani mustaqil bo'lmagan yuqorqi nima istisno, shart, g'oya, sifat degandek mustaqil bo'lmagan xoslig'uvchilar, mustaqil bo'lmagan o'ngchilig'uvchilar vositalar orqali xoslangan am nima va haqiqatun fil baqi qab qolgan qismida haqiqatdir. Masalan, qamal qawmu illa zaydan desam, qamal qawmu illa zaydan desam, kishilar o'rnidan turdi, faqat zaydlam turmadi desam, shu kishilarningki o'rnidan turganligi bir bu haqiqat. Ras o'rnidan kishilar hammasi amaliyotda 100% o'rnidan turdi. Anladın? Degan hukmni paydo berdi. Va huwa hujjatun bila shubhatin fi. Bunda hech bir shubhasiz bo'lgan hujjatdir. Ya'ni bundan qat'iy hukm chiqadi bundan. Qur'oni Karimda bunda shaklda am kelib qolsa, xoslangan qismi uni chiqarib o'tilsa-mu, qolib qolgan qismi hammasi farzlik hukmida qilaverdi. Uni hadis, ahad yoki qiyoslar bilan uni qilmaysiz, xoslayolmaysiz demakchi. وفي المستقل كلاما أو غيره مجاز بطريق إطلاق اسم الكل على البعض من حيث القصر حقيقة من حيث التناول وهو حجة فيه شبهة من حيث القصر حقيقة من حيث التناول وهو حجة فيه شبهة. يعني Musannif rahimahullah'ın demek çoğunu. Endi mustaqil bo'lganida ha, albattaki mustaqil, g'ayri mustaqil, mustaqil bo'lmagan so'zlab o'tdik. Endi mustaqil bo'lgan uchun o'xshash darajalikmi? Mustaqil bo'lmagan xoslik uchun mustaqil bo'lgan xoslik uchun o'xshash bo'lamdi desa, o'xshamaydi. Qanday o'xshamaydi desa, uni hukmi o'xshamaydi. Ya'ni mustaqil bo'lganda kalam bilan bo'lsin, ya'ni masalan men desam, a'ti tullaba dirhaman la tu'ti Zaydan dirham desam. Men o'quvchilarga pulni bergin, Zaydga bu pulni bermagin deb uchiq desam, ya'ni kalam orqali kalam orqali bizga bog'lamay uchiq desam, aw g'ayrahu degan yoki bu kalamning g'ayri bilan bir muncha gapni qildik yana, yoki nima bilan aql bilan bo'lgan taxsis dedik yana. Aql bilan bo'lgan mustaqil taxsis dedik yoki odat bilan bo'lgan mustaqil taxsis dedik yana, yoki nima haysilan bo'lgan mustaqil taxsis dedik yoki amniki bo'laklarning ba'zi bo'laklari
nimasi darajasi kam bo'lib qolganligi bilan bo'lgan taxsis dedik. Yoki ba'zida siz yuqorilab qolgan, ziyodlab qolgan taxsis dedik a. Mushunda taxsislar bunda taxsislarning hukmi nima desa? Bunun hükmü mecazun bi tariqi itlaqil ismil kull alel ba'd. Bu mecazdır. Bu hakikat emas. Yukarıda hakikatti. Anladın? Yukarıda bir kapqagan kısmı hemmesini mutlu hakikat. Yani emniyet kapqagan mutlu. Ama manda şekilde tutulsa manda hakikat emas. Yani emniyet kapqagan bulmay. Belki mecaz ülülen kapqagan bulutu. Yani mesela qanda desa bi tariqi itlaqi ismil kull. Mecazın babı olganda tushunamiz buni. Lekin hozir qisqa tushunib o'tib ketdik bizga. Ismil kul degan birasining hammasini ismini ma'lum bir qismiga ishlatish degan bobdan hamda. Majozda bir bob bor. Masalan, bir odam degan gapni bir odamniki masalan ko'zi bek chiroyli bir odam bo'lsa, unda bek chiroyli odam kam deb qo'yamiz. Nima sababdan buni ko'zi bek chiroyli qolgandan keyin hammani chiroyli deyapti. Boshqa chiroyli bo'lmasa ko'zi bek chiroyli qolsa chiroyli. Masalan, bir odamning adab axloqi bek chiroyli bo'lsa, bek chiroyli odam deb qo'yamiz. Adab axloqi ham chiroyli deb. Boshqa chiroyli bo'lmasa, bunda bab nima? Andan ma'lum bir yerini demek chulab turib biz hammani ishitish degan bobdan hamda. Bunda bobdan bo'lib ketdi. Endi bunda bo'lib ketdi deganda Musa Ibrahim ola bizga ayirdi nuqtadan. Min haythul qasr. Ya'ni qasr qilish jihatda, masalan aytdiki ana la akulul fakiha desa, men mevchuni yema desa, üzümni yesa qasimavni so'ydi dedik. Qasimi hanis bo'lmaydi dedik. Üzümni qasr qilib chiqaryapti, üzümni. Üzüm bilan nimani? Üzüm degan mevchi bilan uzuqlik qimmat va mevchini yesim hanis bo'lmaydi deb mani menga chiqarib oldi. Qasamninki o'z chiqargan qasamni chiqarib oldi. Mushu üzümni o'z ichiga elish degan mushu nuqtadan nima bu majaz. Yani hakikat emas. 100% üzümni atı deb degan olmaydi. Balki üzümni o'z ichiga olib qolmaslik mumkin. Ditqan bir qiz shubha kelib qoldi. Endi haqiqatun min haythu tanavul degan o'z ichiga elish jihatda haqiqatdir deydi. Ya'ni masalan üzümdan boshqa mevchilarni hammani o'z ichiga elish uni haqiqat 100% atı. Va huwa hujjat. Bunda bo'lgandan keyin hukm nima, natija nima? Va huwa hujjatun fihi shubha degan. Buningda shubha bor bo'lgan hujjatdir. Buningda shubha bor bo'lgan hujjatdir. Ya'ni nima deb shubhalab qoldi? Shu üzüm degan gapni 100% o'z ichiga olamdi yoki olmamdi degan bir shubha kelib qoldi. Va valam yufarriqu hamda buni bizga hukmini deb bo'lgandan keyin Musa Ibrahimulloh hukmini Musa Ibrahimulloh deydiki valam yufarriqu bayna kawnihi bil kalami aw ghayrihi deydimdi. Musa Ibrahimulloh deydi, yani ulamolar, fuqaholar hamda mustaqildiki taxsis, yani o'z oldiga bo'lgan taxsis, kalam bilan bo'lsin yoki bu kalamning g'ayri bilan bo'lsin, bu qasr jihatda, ya'ni taxsislash, xoslash jihatda majaz, qapqan qismini o'z ichiga olish jihatda haqiqat deb umumiy so'zlab qo'ydi. Bu uningda bir shubha bor, bir hujjat deb umumiy shaklda deb qo'ydi. Valam yufarriqu, biroq bu uning shubha bor hujjat ekanligini kalam bilan bo'lgan mustaqil taxsis bilan va uningdan boshqa mustaqil taxsislarning orasini ayirmadi. Hammani o'xshash bir darajaga kirgizib qo'ydi. Kalam bilan bo'lsin, aql bilan bo'lsin, his bilan, odat bilan, ziyoda bo'lsin, naqs bo'lsin, hammasi o'xshash. Nima jihatda? Xoslash jihatda majaz, o'ziga o'z ichiga doirasiga elish jihatda haqiqa. Buningda umumiy shaklda buning hukmi shubha dalildor degan shu gapni o'tirib qo'ydimi? Musa Ibrahimulloh deydi, lakin yajibu hunaka farq. U yerda farq bo'lishi vojib. U yerda farq bo'lishi vojib bo'lgan bir ish bor. Bu farq qo'ymabdi fuqaholarimiz, lekin men bu yerda farq qo'yman. Bu yerda farq bo'lishi intayin zo'r bo'lgan bir ish bor. Va huwa u bo'lsa farq qo'yish intayin zo'r bo'lgan ya bo'z qolsa annal maxsusa bil aql yanbaghi an yakuna qat'iyya.
aql bilan maxsus bo'lgan am yanbaghi an yakuna qat'iyya, u qat'iy bo'lishi loyiq. Yanbaghi an yakuna qat'iyyan, bu qat'iy bo'lsa bu. Anladın. Biz aql bilan maxsus bo'lgan am deb işte biz deb o'tdik-ku. Ya'ni aql orqali xoslangan mustaqil vosita. Aql bilan xoslanadigan amni deganmiz. Biz bir so'z deb o'tgan emasdik. Bu qat'iy bo'lish kerak deydi. U bo'z qolsa masalan Allohu xoliqu kulli shay deganda biz aql orqali Alloh taolo har shayni yaratquchi degandan Alloh taolo o'zini yaratmagan, Alloh taolo o'zidan boshqa har shayni yaratdi degan bir gapni mujning ma'nidan chiqadi, mujni xoslaymiz Alloh taoloni, bundan xoslab chiqarib olamiz degan gapni aql orqali degan nima işte. Endi Musannif rahimahulloh deydi, mau ulamolar bu hammani ikkinchi mustaqil bo'lgan turni hammani barobar shubhi bo'lgan bir hukm, bir dalil, shubhi bo'lgan bir dalil deb qo'ydi. Biz buni aql bilan bo'lganini ayirib chiqarib olishimiz kerak uning hamisidan. Bu nima bo'lish kerak? Qat'iy hukm bo'lish kerak. Bu qat'iy hukm chiqarish kerak. Aql bilan chiqarilgan taxsis bu qat'iy bo'lish kerak. Nima ish qilsa li annahu fi hukmil istisna'i lakinnahu hazafa al-istisna'a mu'tamidan ala al-aql ala annahu mafrughun anhu. Davud deydi. Chunki bu aql bilan bo'lgan maxsus. Yani aql bilan bo'lgan taxsis nima fi hukmil istisnoni hukmida. Ay yuqoridagi g'ayri mustaqil bo'lgan istisnoni bizim dedik bu shubhasiz hukmni shubhasiz hujjat bu. Shubhasiz hujjatni dalilini ifodalaydi dedik shunda, ama shubhasiz hujjatni dalilini ifodalaydi degan bo'lsak bu fi hukmil istisno, shu istisnoni hukmida istisnoga o'xshaydi. Lakinnahu degan nima dedik? Lakinnahu huzifa al-istisna'u mu'tamadan desakmi bu? Hazafa al-istisna'a mu'tamidan desakmi bu? Ya'ni huzifa al-istisna'u mu'tamadan desak bu chaqda bu yerdagi istisno nima, u aql bilan xoslangan taxsisdagi istisno aqlga ishonch qilinganlikning jihtidan hazb qilindi deb ma'no etamiz. Agarda lekin hamda lakinnahu hazafa al-istisna'a mu'tamidan ala al-aql desak bu yerdagi beşlikda lakinnahu zamir shan'amiz hamda hazafa deb buni ma'lum qilsak u chaqda biroq u mutakallim shu gapni degan am shaklida 8da am shaklda umumiy so'zlik shaklda so'zlagan mutakallim so'zliguchi hazafal istisna'a mu'tamidan ala al-aqli, aqlga ishonchi qilganlikning sababidan istisnoni hazf qildi. Ala annahu mafrughun anhu degan shuning binoanki bu istisnoni bu yerda keltirish mafrugh bakachi. Anladın? İstisnani keltirmesi mi budu? İstisnani keltirmesi mi? Aql orqali biz uni bilib olamiz. Deb bizga misol keltirdim bu gapiga. Hatta la naqul, hattoki biz anna qawla Alloh taolaning qavlini ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salati degan qavli va nazairuhu undan boshqa ya ayyuhallazina amanu degan xitob qavllarini dalilun fihi shubha degan buningda shubha bir dalildir demasligimiz uchun, ayda deb qolmasligimiz uchun, ayda deb qilishga apolmaslik uchun nima deymiz? Aql bilan xoslangan taxsisni, aql bilan xoslangan amni bu hujjatun qat'iyya deyishimiz kerak. Bu qat'iy hujjatdir, qat'iy dalildir. Buning bilan qat'iy hukm chiqadi deyishimiz kerak. Endi buni tushuntirishni bizga buni ma'nosi masalan ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati desa masalan Alloh taolo ey mu'minlar namoz o'qimoqchi bo'lsanglar, sizlar tahoratingni yo'qlab qilib namoz o'qimoqchi bo'lsanglar degan hukm masalan. Bichadek ya ayyuhallazina amanu ey mu'minlar deganda mushuning bobidan nima chiqib ketadi? Tabii aqlimiz orqali nima chiqib ketadi? Kichik bola chiqib ketadi. Jilliq sog'liq chiqib ketadi. Sog'liq tartamizim bo'tu.
namoz qilmasin bo'tu. Kichik balog'atga tushmagan bolalar tartamisin bo'tu. Namoz qilmasin bo'tu. Xo'sh, endi bu chiqib ketdi degandan keyin nimalar ulamoli nimada munda taxsis bo'lgan taxsis am munda taxsis munda shaklda ya'ni o'z oldiga mustaqil bo'lgan aqlga tayinib turib bo'lsin yo kalamga tayinib har qanday shaklda bo'lsin taxsislangan xoslangan am nima o'ta shubhu bir dalil ya'ni shubhu bir dalil degani hammalarni o'z ichiga olamdi yoki olmamdi deganda bir shubhi bir dalil olib qoldi ondan dedim hamdi degandan keyin Musa Ibrahimulloh deydi biz aql bilan bo'lganda bundan chiqarib olishimiz kerak. Aql bilan bo'lgan taxsis bu shubhalar emas, balki shubhasiz qat'iy hukmni sabit qilish kerak. Nimishqa? Chunki oyat kalima masalan vaqtda bir odam namoz deganda tartamasmi, tartamaymi namoz qiludi deb salsa bir odam nima o'ta kofir o'ti. Kofir o'ti. Shubha bilan bo'lgan dalil degan bilan kim kofir qilolmaydi. Agarda bu shu dalil haqiqatan bir shubhalik bir dalil bo'lsa edi, bir odam tartamasmi namoz qiludi deb e'tiqod qilsa, shu ham kofir bo'lib ketmaydi. Agar shubhalik dalil bilan kimni kofir chiqarib qilolmaydi, e'tiqod qilmaydi. Ya'ni dalil qat'iy bo'lmasa, bir dalil qat'iy bo'lmasa, bir shu bir dalil zanni bilan hech kim kofir qilolmaydi. Demak, bu ya ayyuhallazina amanu degan gapdan kichik bolalar yillig'ini chiqib ketish aniq, buni hammalarning bir ittifoq, hamma mazhab ittifoq. Kichik bolaga namoz farz emas, kichik bolaga taat farz emas, saronga saqib bo'g'ichini farz emas, namoz farz emas, taat farz emas, buni hammadan ittifoq tursa. Demak, buningdan mush ishkalarning chiqib ketganligi, mush ishkalarning ta'sis bo'lganligi, om hukmdan mashkalarning xos chiqib olinganligi aniq tursa, tabiiyki ulamo degandek bo'lsa, o'chaqda bu dalil nima bo'lib qoldi? Fi shubha dalil tutu. Fi shubha, ya'ni shubha dalil bo'lsa, bu tartiy yo'q namoz qilishmi? Butu deb inkor qilgan odamni kofir bo'lmaslik lozim. Hamma bilan bunda uch oyatga inkor qilganda kofir butu deb hamma bilan bir ittifoq qilgan tursa, demak, bu yerdan biz nimani biladiganmiz? Bu aql orqali, masalan, Allohu xoliq kulli shay deb kelsa, Alloh har shayni yaratuvchi desa, illa nafsuhu degan bir gap nima? İlla nefsehu degan bir gap, buni tigi deb aytdi Musa Ibrahimulloh. Buni biz istisnoni A5dagi g'ayri mustaqil bo'lgan istisnoning bobiga yetkazibmiz. Bu aql bilan bo'lgan istisno. Ya'ni Alloh taolo har shayni yaratquchidir. Illa nafs faqat o'zini emas, Alloh taoloning o'zi yaratmagan va Alloh taoloni boshqa yaratmagan. Lekin Alloh taolo qilgan hamma shayni yaratgan degan hukm chiqadi. Demak, illa nafsehu degan bir nima ko'nglimizda akilimiz, ko'ngilga bukimiz. Ammo ya ayyuhallazina amanu deb kelsa-mu, bir şeyda ya ayyuhallazina amanu ey man etqalloh deb bilan illa el-mecnun illa sabi eymen qallamında munda qanla desa yana bak kichik bolalar sabiylar mana qatori kim degan gapni ichiga qitib agirsiz shuni bilan bu nima qatori istisnoning bobiga yetib istisnoning bobiga kirgizilib o'shada buni dalili qat'iy sabit bo'ldi. Buni hukmi qat'iy hukm, dalili qat'iy dalil bo'ldi. Deydi musannif rahimahulloh. Bugungi darsimiz musharji bo'lsin. Inshaalloh bugungi darsimiz tugamadi. Muamning hukmi bir az uzunroq. Endi xulosa kalam ifodai maram. Bugungi darsimizda bizniki hamma bilganimiz nima bo'ldi? 5dagi bunday ilgari darsda biz umumiy amning umumiy holatini, ya'ni mutlaqanda xoslanmagan amni so'zlab o'tgan. Bugungi hamda bir qismi xoslangan. Bir bo'likiga xoslangan. Bir qismini o'z ichiga olgan, qolgan qismini chiqarib atgan. Yoki bir qismini chiqarib atgan, qolganini o'z ichiga olgan. Mana bu shakllarni tafsili bayon qilib o'tdik. Endi keyingi darsda yana bu darsning davomini so'zlaymiz. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين.